itibaren başlama tarih ya da saatini sana söyler oralar. Mesela bugünden İstemeden qo'y chiqib ketdi. Men sizlarga hozir anaqani ko'rsatmoqchiman. Lunchboximni ko'rsatmoqchiman. Короче, odatda bu yoqda yeb oldim xullas. Yong'oq shunaqa narsalar bo'ladi. Bugun börek bor. Ertalab zavtrакni berishgan, obedga yaqin shunaqa lunchboxga solib olaman, obedga yaqin keyin yeyman. Yo'q bilmayapmiz. Xullas. Bu bizni birinchi etajimiz. Yo'q, ikkinchi etajdan chiqib ketaman. Yarından artık. Recep gibi yapsam da. Odamchilar soat 2 bo'ldi, xudo xolasa 2 bo'lmadi hali. 1:50 bo'ldi va bizning darslarimiz tugadi. Xudo xolasa hozir endi suzishga ketishim kerak va yo'l bo'yi ko'rsatib ketaman sizlarga. Biz aytganman ham xullas Tomer o'rmoni o'rtasida atrofimizda ikkita o'rmon bor va men sizlarga o'sha o'rmonlarni ko'rsatib ketaman. Hozir o'rtoqlarim chiqsa, ular bilan ketmoqchi edim. Arkadaşlarım çıkıyor. Like, I understand. Çok güzel. Arkadaşlar ya vlog yapıyor. Evet, vlog yapıyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz kalit sözümüz o. Ve bular meni o'rtoqlarim. Bittasi Tojikistonlik, bittasi Pokistonlik. Shunaqa. Men hozir anaqaga ketyapman. Yuzma havuzi. Basseynga ketyapman, swimmingga. Va u yerda agar odamlar bo'lmaydigan bo'lsa, videosini olaman, chunki taqiqlangan video olish. Shuning uchun harakat qilmadik. Xullas kalom, bizni anaqamiz zo'rmi, shunaqa o'rmonlar bor. Va hattoki mana yerda kiyik bilan nima ko'rishgan dedi? Wolf nima edi? Qurt. Bo'ri ko'rishgan ekan shu yerda. Va shundan keyin bunaqa narsalar qilingan, ya'ni hayvonlar o'tmasligi uchun. Shunaqa. Lekin bu taraf ochiq. Bu tarafdagi o'rmon ochiq. Ertalabda ketayotganlar chiroyli ovozlar eshitiladi, qushlar ovozlari eshitiladi. Va ba'zi shunaqa mototsikl, mashina boshdan ham o'tib qoladi. Xullas, shunaqa bugungi hayot jicha zerikarliroq. Xullas, men sizlarga ketayotganimda anaqa qilib gapirib ketay. Tomer haqida gapirib beraman. Men hozir Tomer o'qiyapman va bunda nima degani? Men turk tilini o'rganyapman. Hali bakalavrda boshlaganim yo'q, hali shunaqa kichkintoyman. Tipo foundationga o'xshagan narsa o'qiyapman. Turk tili kursi 1 yil davomida bo'ladi, chunki men turk tilini umuman bilmasdan kelganman. Bu yerga A1 darajam bo'lmagan va hozir A2 darajamni tugatay dedim. Har kuni oh my god, nima bu? Har kuni 5 soatdan turk tili darsi bo'ladi va ertalab soat 9 dan soat 2 gacha bo'ladi. Darslar 50 minutdan bo'ladi, keyin 10 minutdan tanaffus bo'ladi. Shunaqa gruppamizda 12 ta odam bor, 11 ta davlatdan kelgan odamlar bizning gruppamizda. Boshqa gruppalarda endi har xil boshqa davlatlardan bor. Va odatda kunim shunaqa boshlanadi, ya'ni ertalab turaman, soat 7:30larda odatda shunaqada turaman. Turib, choy ichib, kiyinib, o'qishga kelganda 9 bo'ladi. Keyin 2 gacha faqat shu darslarim bilan bo'laman. Va deyarli boshqa narsa qilmayman. Obedni odatda o'zim yurtga borgandan keyin obed yurtda berilmaydi, ya'ni yotoqxonada obed berilmaydi. Lekin o'zim nimadir qilib yeyman, ya'ni sendvich qilamanmi yoki zavtrakdan, ertalab nonushtaga berilgan narsalardan lunchboximga solib olaman. Xullas, shunaqalar qilaman. Ba'zi kunlari agar misol uchun suzishim yo'q bo'ladigan bo'lsa, yemekxonaga ham kirishim mumkin. Yemekxonaga lekin bugun kirmayman, chunki 2:30 da suzishim bor. Shuning uchun shunaqa. Keyin suzishdan chiqqandan keyin ko'ramiz yana nima qilisharmi va shunaqa.
Bu yerda mana ko'rayotganingizdek futbol poli bor, basketbol. Bu yerda yana bitta basketbol, keyin bu yerda yugurish anaqasi bor, maydoni bor va mana shu men kiradigan joyim. Bahosiga ketamizlar bilan. Let's go. Mana bu yerga yozib qo'ygan nimalar borligini: atletizm, pisti, gimnastik salon, sport saloni, yuzma havuzi. Men sizlarga albatta shu yo'ldan yurmoqchiman. Chunki shu yerda bir go'zal narsa bor. Bahor yoz paytlarida har kuni emas, haftada 3 marta yoki 2 marta bo'lsa ham borardim. Juda ham sog'inib ketdim. Men sizlarga hozir ko'rsataman nimaligini. Look at this. Tennis court. To'g'risi sog'indim tennisda o'ynashni. Ikkita tennis kort bor bu yerda, bundan keyingisi bor. Va rosa o'rtog'im bilan o'ynagim kelyapti. Tennis biladigan o'rtog'im bor. Lekin uni tennis anaqasini olib kelmagan raketkasini. Men bu safar raketkam olib kelganman. Xullas shunaqa. Mashq o'ynashga alam kerak. O'zim bilan o'zim o'ynamayman, afsuski. Qaranglar chiroyligini. Sigarasiz alon. Bu haqda anaqa qilib o'taman, nima deydi? Gapiraman keyinroq. Xullas kiram meniki 36 deb. Shunaqa narsa bor. Bilan foydalanaman. Boramiz. Bor. Xullas odamchalar tamam. Endi ketamiz. Uyimiz yotoqxonaga. Xullas karam shunaqa qilib suzishdan ham chiqdik. Havo o'sha lekin hozir unchalik sovuq emas. O'tda ham charchab ketdim. Ko'zlarim achishyapti, burnimga rosa suv kirdi. Men sizlarga suvni gradusini aytadigan bo'lsam, to'g'risi uni olish rosa esimdan chiqib qoldi. Yo'q, o'yladim. Olishim kerak deb o'yladim. Keyin esimdan chiqib qoldi. Xullas suvda gradusi bo'lgan 28 gradus ekan. Suvdagi xlor miqdori 1.2 shunaqa edi. Keyin pH degan narsa bor ekan. O'z pH nimaligini bilmayman, lekin qayerdadir ko'rganman. Hech qiziqib ham ko'rmabman. pH 7.2 da tashmasam. Xullas shunaqa. Bu biza sport salonimiz. Keyin bu tarafda bizning yotoqxonalar bor. Yo'q, bu biz aynan biz emas, universitetimiz yotoqxonalari bor. Bizning yotoqxonamiz o'zal yotoqxona. Ya'ni xususiy yotoqxona. Bu yerda KYK davlat yotoqxonalari bor. Xullas shunaqa qilib men sizlarga qayta avtobusga chiqib ketishimni ko'rsataman va yurtimizni ko'rsataman keyin. Bitta avtobus bekati, qo'shilib bo'ladi ko'p avtobuslar. Katta avtobuslar, ya'ni avtobuslar tugaydigan joy. Parking qiladigan joy. Meni anaqa bekatim bu yerda emas. Hozir yana yuramiz. Mana avtobus men chiqishim kerak bo'lgan avtobus. Lekin men odam to'lagan kirmayman hozir. Mana sizni bekatimiz. Men hali qo'yadan keldim. Bo'lsa ham suzishdan chiqdik. O'zi grip bo'lib endi tuzaldim. Bo'lsa ham qish. Quyosh chiqsa ham qish. Shuning uchun darsdan kapishonkan kiyib olaveramiz. Va sizlar bilan avtobusda kutib turamiz. Avtobus kutirmaydi o'zi. Maksimum 5 minutda keladi bu tarafda. Agar ertalab chiqadigan bo'lsa, har minutda o'tadi. Bu bizning yurtimiz, kichkinagina. Bitta bizning oyoq kiyimlarimiz bor. Bu ikkinchidagi esa bizning xonamiz.